الله ستقبل. يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا عل، اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمل، ممن كنت له تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألت فاسأل الله. Bugungi suhbatimizning mavzusi Rijalun sadaqu ma ahadulloh alayhi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayhi. Alloh taolo Qur'onda mu'minlarni maqtab shunday bir oyatlar tushiradiki, mu'minlardan shunday bir erkeklari bo'ladi, Allohga bergan ahdini ustida turadi. Mu'minlarning ichida erkeklari bor, Allohga bergan ahdida turadi. Ulardan ba'zilari Allohning diydoriga yetdi, ba'zilari ahdida turibdi, navbatni kutib turibdi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohdan kunlarda birida, bu Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir g'azotlarda birda bir o'lja tushadi. Hakim ibn Hizom boradi, islomga yangi kirgan payti. Rasulullohdan bu narsani so'radi, menga berdi. So'ngra yana so'radim, yana berdi. 3-chi bor so'rab borganimda aytdiki, Hakim dedi, bu mol go'yoki bir shirin luqma, shirin taomga o'xshaydi. Agar buni saxovat bilan, iffat bilan so'raladigan bo'lsa, iffat bilan olinadigan bo'lsa, Alloh taolo barakot beradi. Agar bu molni so'rashlik ta'ma bilan, dunyoga hirs bilan bo'ladigan bo'lsa, bundan baraka olib qo'yiladi. Go'yoki yeb to'ymayotgan odamning singari. Bilingki, berayotgan qo'l olayotgan qo'ldan baland bo'ladi. Shunda Hakim ibn Hizom aytadi, Allohga qasam ya Rasululloh, shu kundan boshlab sizdan keyin hech kimdan biror bir narsa so'ramayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Ana shu urushda tushgan o'ljalardan har bitta qatnashgan jangchiga beriladigan ulushini berish uchun Hakim ibn Hizomni chaqirib bermoqchi bo'lganda bosh tortdi. Umar ibn Hattob xalifa bo'ldi. U zot ham mana shu o'lja tushgan narsadan Hakim ibn Hizomga o'zini ulushini, halol bo'lgan o'zini ulushini bermoqchi bo'lib chaqirganda Hakim ibn Hizom olmadi. Shunda Umar ibn Hattob aytdiki, ey musulmonlar, men Hakim ibn Hizom Allohga bergan, Rasuliga bergan ahdini ustida turganligiga men guvohman dedi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Mashoyixlardan birini tirishligi qiyin bo'lib qoldi. Topar-tutar yaxshi bo'lmay qolganda, uni ahvolidan xabardor bo'lgan bir birodar aytdiki, amirga borib turib, holingiz ozgina shikoyatingiz bo'lmaydimi? Ozgina bir yordam berar edi sizga iqtisodiy tomondan. Desa, bu mashoyix shunday bir qattiq g'azab qilib deydiki, butun olamlarning egasi bo'lgan Allohdan so'ragan uyalyapman. Shu holatimga roziligimdan Allohdan mononim kamdir so'raganini uyalyapman u odam bolasidan so'ragani meni da'vat qilasizmi? Bular Allohdan boshqadan bir narsa so'ramaymiz deb ahd bergan kishilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oluvchi qo'l past, beruvchi qo'l baland. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu so'zlarni eshitganda ba'zi sahobalar, bu Abu Bakr Siddiq shunga o'xshagan bir ulug' sahobalar Rasulullohga so'z berishgan. Odam bolasidan biror narsa so'ramaymiz. Bu faqat biz pulni tushunmaylik. Otini miniyatib, qo'lidan qamchi tushib ketsa, yerda turgan odamga uzatib oling deyishmagan shular. Ya'ni nima degan narsa? U pul emas, bir moddiy yordam emas. O'sha uzatib oling deyishlikni xorlik deb bilganda, Allohdan boshqasiga hojatimizni aytmaymiz deb o'zlari tushib qamchisini olgan. Shuning uchun ular haqida Alloh taolo bu mu'minlarning ichida shunday bir erkeklari bo'ladi, Allohga bergan ahdida turadi, ular o'zgartirmaydi har qanday sharoitda. Bu kishilarni mana Allohdan so'ragan yo'lyapman, Alloh bergan roziligimdan. Endi qanaqa qilib bandasidan so'rayman deyapti. Alloh taolo aytadi Baqara surasida, Astagfiru billah yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Johil kishilar mana shunday bir muhtojligi bor, ehtiyoji bor kishilarni iffat qilib hech kimdan so'ramayotganligini ko'radida, bu boy deb o'ylaydi. Kamchiligi, yetishmovchiligi uyda to'lib yotgan odamni tashqaridagilar boy deb bo'layaptimi? Demak, shu odamda iffat bor. Chunki to'g'ri kelgan odamga dardini dasturxon qilib to'kmayapti. Ularni siymolardan taniysiz deydi. Ya'ni yuzida yozilgan bo'ladi ehtiyoji, faqirligi. Lekin odamlarga dardini to'kib solmaganligi odamlar, johillar, bu boy deb o'ylaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana jiyanlari bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu 10 yashar yoki bir 11 yashar bola paytida Rasululloh o'zi mingan otni orqasiga uchqashtirib olib, "Ey bolam" dedi, "Eshiting. Men sizga bir qancha kalimalarni o'rgatuvchiman." Buxoriy, Imom Termiziy rivoyatlari. Ihfazillaha yahfazuka. Allohni doim yodingizda tuting, Alloh ham sizni doim yodida tutadi.
Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Allohni doim eslab yuring, doim ro'parangizda topasiz. Nima degani? Ro'parangizda ko'rasiz degani emas. Qanaqa mushkula bo'lsa, Alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'rasiz. Alloh ro'parangizda turib yordam berayotganini ko'rasiz. Va idza sa'alta fas'alillah. Agar so'rasangiz, bas Allohning o'zidangina so'rang. Va idza sta'anta fasta'in billah. Agar suyansangiz, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Allohning o'ziga suyaning. Wa'lam annal ummata law ijtamat ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lak. 10 yoshli bolaga Rasululloh berayotgan e'tiqodni ko'ring. Bizda bormi shu e'tiqod? Biling, agar butun bir ummat sizga foyda keltiramiz deb jamlanib turgan bo'lsa, ular Alloh siz uchun yozgan narsadan boshqa narsani qila olmaydi. Ummat deganda bu bir millat degani emas. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan bitta ummat. Necha xil millat kiradi bunga? Necha xil mamlakatlar kiradi? Shular hammasi bir tomonga o'tib turib, sizning mushkulangizni hal qilib beramiz, sizga unday qilib beramiz, bunday qilib beramiz desa, xursand bo'lib ketmang. Chunki Alloh yozmagan bo'lsa hech narsa qila olmaydi ular. Ya'ni kutmang bandasidan deyapti. Dadangizmi, qaynotangizmi, kim? Xursand bo'lib ketmang biror bir narsa va'da qilsa. Wala ijtamat ala an yazuruka bi shay'in falan yazuruka illa bi shay'in qad kataballohu alayk. Endi xuddi mana shu ummat sizga yaxshilik qilamiz deb jamlanib turgan bu ummat, yomonlik qilamiz deb jamlanib turgan bo'lsa, qo'rqib ham ketmang. E'tiqodni ko'ring. 10 yoshli bolaga Rasululloh bergan tarbiyasini. Sho'chima bolam chiqimdan. Kutma bolam chiqimdan deyapti. Allohning o'zi bilan ishini tutkizgan. Endi shu kishilarning qo'lida islom dunyoga tarqadi. Islom degan nurni ko'tarib chiqdi. Chunki bularda kichkinaligidan miyasiga qo'yilgan narsa Allohning o'zi bilan ish tutkizgan bolam. Dardingni aytsang ham Allohga ayt, kutsang ham Allohdan kut, suyansang ham Allohga suyan. Kichkina bolachangiz, "Dada menga valasab qilib berasizmi?" desa, "Ha" deb yormang. Inshaalloh deb qo'ying. Bolam Allohdan so'ragin. Menga qolsa bitta emas 10 ta beraman. Lekin Alloh yozmagan bo'lsa bo'lmaydi. Cho'ntagingizda pulingiz bo'lishi mumkin. O'sha bozorga tushib ketayotganda tushirib qo'yish bor. Boshqa ehtiyojga ketib qolishi bor. Alloh bir kasallik qo'yishi bor, tusha olmay qolasiz. Hatto ana shu valasabni olib berishlikni Allohning o'ziga tirkab qo'ying. Alloh xohlasa bo'ladi. Bolam, mendan so'rashdan burun Allohdan so'ragin. Agarchi men olib bermaslikni xohlasam ham, olib bermayman deb niyat qilayotgan bo'lsam ham, Alloh yozgan bo'lsa, men olib bermasam tog'ang yoki anaking ham beradi. O'g'il bolami, qiz bolami ota-onasiga emas, Allohga suyanishni o'rgansin-da. Sahoba ikromlar uyida endi insonchilik tuz tugab qolsa, shaf piyalan berib turib, qo'shnidan so'rab chiq demas ekan. Bular Rasulullohning tarbiyasi bilan sug'orilgan, jay namoziga turib, 2 rakat namoz o'qib, peshonasiga yoqib Parvardigor tuzim tugadi, tuz berib turib, Allohdan so'rab qo'yib turib, keyin qo'shnisiga piyola chiqarar ekan. Bizchi barchiq hech ikkilanmaymiz. Mana kechagi darsimizda aytdik. Biz rizqimiz kelishi birinchi Allohdan, ikkinchisi sabab. Biz sababni nomiga qilgan mehnat qilib qo'yamiz. Qattiqroq Allohga suyanishimiz kerak edi, lekin biz almashtirib qo'ydik. Allohga suyanishimiz zaif, lekin sababga bo'lgan harakatimiz qattiq. 18 soat, 24 soat ishlab o'rayotganlar yo'q emas ishimizda. Jumaga ham kelmay ishlayotganlar bor. Bilingki, sizga foydani yozgan Alloh undan oshig'ini ham keltirish olmaydi. Foydani yozgan ham Alloh undan oshig'ini ham olib kelish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Chunki qalamlar ko'tarildi, sahifalar quridi. Nima degani? Lavhul mahfuzga oda hali osmon yer yaralmasdan 50 ming yil burun Alloh qalamni yaratdi, yoz dedi. Sahih hadislarda keladi. Nimani yozaman dedi? Qiyomatgacha sodir bo'ladigan, koinotda sodir bo'lgan barcha narsani yoz dedi. Shu kuni qalam yozib bo'ldi. Biz hali osmonimiz yaralmadi, yerimiz yaralmadi, Odam alayhisalom hali yerga tushgani yo'q, hali hech qaysi ish bo'lgani yo'q. Hali otamiz Odam alayhisalom jannatga yaralgani yo'q, yerga tushgani yo'q. Hali bu ishlarning birortasi bo'lmay turib, qalam bizni boshimizda bo'ladigan hamma ishlar yozib bo'ldi. Rozi bo'lsak ham, rozi bo'lmasak ham. Shuning uchun Rasululloh aytayaptiki, biroq qo'rqsa qo'rqma. Biroq xursand qilsa xursand bo'lma. Chunki Alloh yozganidan birorta oshcha ham kamon bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati, Imom Muslim rivoyati. Alloh subhanahu va taolo saxiy bo'lgan boyni yaxshi ko'radi. Endi bir kishi kambag'al bo'lib turib saxiy bo'lsa, Alloh buni ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Endi bu kamtar yana boy bo'lib turib kamtar bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh taolo iffatli bandani yaxshi ko'radi. Boy odam iffatli bo'lsa, kambag'al odam iffatli bo'lsa, iffatli kambag'alni Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Shoirning shunday bir baytlari keladi: "La tas'alanna min ibni adama hajatan, wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab,
Falloh yag'zabu in tarakta su'alahu amma buni adam hina yus'alu yag'zab. Hojatingni odam bolasidan so'ramagin. Rahmat eshiklari yopilmaydigan Robbingdan so'ra. Allohdan so'ramay qo'ysang g'azab qilsa, bandasidan so'raganingda g'azab qilar. Odamdan so'rasak achchig'i keladi, lekin Robbimiz so'ramay qo'ysak, so'rashi nima edi? So'rashlik bu xorlik edi. So'rashlik qo'l uzatishlik edi. So'rashlik o'zini pastligini tan olish edi. Musulmon odam Allohdan boshqasidan so'rashligi to'g'ri bo'lmaydi. Salaf solihlardan buni shunday bir hikmatli so'z keladi. Ayshma ayshta fa innaka mayitun. Xohlaganda yasha, baribir o'lasan. Xohlagan bandangni, xohlagan kishini yaxshi ko'r, albatta uni ajralasan. Bilginki, mo'min kishining sharafi tunlari qiyomul layl namozda turishidadir va azizligi odamlardan behojatligida. Adab kitoblarida shunday bir chiroyli rivoyat keladi. Ummu Ja'far degan bir boy ayol bo'ladi, ko'p faqirlarga xayr-ehson, yaxshilik qiladigan bo'ladi. Odamlar kelib hojatlarini aytadi, qo'lidan kelgancha yordam beradi, olib qaytishadi. Ikkita miskin kambag'al keladi. Keladida biri aytadi, Allohdan Ummu Ja'farning fazlidan so'rayman. Ikkinchisi Allohning fazlidan so'rayman. Bittasi fazlni faqat Allohning fazlidan umid qilyapti, ikkinchisi Ummu Jamilning saxiyligidan umid qilyapti. Allohdan ham so'rayman, Ummu Jamilning fazlidan ham so'rayman. Ummu Jamilga har gap yoqib tushadi-da, ikkalasiga so'yilgan tovuqni berar ekan. Qo'liga 2 tangadan pul ham berar ekan. Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman degan odamning qo'liga bergan tovuqning ichiga 10 tangani tiqib qo'yar ekan. Endi bu badbaxt nariyoqqa borganda har safar 2 tangaga nariga Allohning fazlidan so'rayman degan odamning 2 tangasini olib tovuqni berib ketaverar ekan. Tovuqni sotyapti, 2 tangasini olib ketadi, 4 tanga bilan ketyapti. Bu ham ichida 10 tangasi bilan 2 ta tovuqqa ega bo'lyapti. Birodarlar, Ummu Ja'farning fazlidan so'ralmaydi. Allohning fazlidan so'raladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo faqat o'zidan so'raydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.